Agar men kosmetika magazinga borsam, qanaqa tonalka olgan bo'lardim? Bu videoni oxirigacha ko'ringlar, aniq bilaman sizga foydali bo'ladi. Agar yuzim quruq bo'lganda, aynan mana shu tonalkani olgan bo'lardim, chunki yuzda shunaqa idealniy turadi. Men o'ylaymanki, quruq yuz uchun bundan zo'r tonalka yo'q. Keyingisi esa, agarda yuzimda tonalkalar yig'ilmasdan o'zim yuzimdek bo'lib turishini va oqmasligini xohlasam, unda Dior'ni mana bu foundationini, Isilran'ni mana bu tonalkasini olgan bo'lardim. Bu ikkita tonalka shunaqa yuzda idealniy turadi, oqmaydi va kunni oxirigacha zo'r turib beradi. Agar men vizajist bo'lganimda yoki bo'lmasam yuzimda nuqsonlarim bo'lganida Huda Beauty'ni mana shu ikkita tonalkasidan olgan bo'lardim, chunki bular juda ham zo'r yopadi yuzni. Agar men nima deydi, suyuqroq tonalka xohlaganimda, unda Dior Backstage mana shu foundationni olgan bo'lardim. Agar men matoviy pokritsiya xohlasam, unda Gucci'ni tonalkasini olgan bo'lardim. Agar meni pulim o'rtacha va kamroq bo'lsa ham, lekin yopishini xohlasam va SPF ham bo'lishini xohlasam va yuzimda yaxshi yopib berishini xohlasam, unda